Tarixten buyan bugünkü nazar salsak, biz Uyghur milleti sanatsiz ve meşrefsiz yaşayan emas. Sanat, Uyghur milleti medeniyetinin ayrılmaz bir kısmı. Aziz vatandaşlar, bugünkü keçilikimizden perdesini milli örf adetlerimiz ve şundaqla mehmon dostumuz aks ettirgan usulumuz bilan ahirlashtiramiz. Qanimaylar, teknik merhamet. Artistlarımız bu çıksalamak tarafke, sahneye. Bugün acayip bir keçine, acayip bir akşamne başlık geçirdik, yaşadık. Acayip hayacanlandık, vatanni sevindik, vatanni asıldık, vatanning konsert zallarida oturup özümüzün vatandagi artistlarimizning o'yinini ko'rgandek shundoq huzurlandik, shundoq emasmi ko'pchilik? Artistlarimiz
artistlarımız var ekanlar, şunchalik talantlar, şunchalik qobiliyatlik bizning boyliqlarimiz, talantlarimiz bor ekan. Buningdan keyin bizning no'rizlarimiz, to'y to'ykunlarimiz, qo'rlarimiz mushundaq qo'shalqlarimiz bilan, mushundaq qizg'in tantanlardan o'tadiganligiga endi bizning ishonchimiz komil. Bizning artistlarimizga, Mo'minjon boshliqqa bog'liq artistlarimizga ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Buningdan keyin her yili No'roz bo'ladi, bo'lamdikin, bo'lmamdikin degan xiyolda bo'lib qolmoqda. Yana birisi to'ylarimizda buningdan keyin to'ylarimizdan o'zimizning artistlar turibdi, shunchalik yetishib ketgan. To'ylarimiz, yoshlarimiz ko'p bo'lgandan keyin to'ylar ko'p bo'ladi. To'ylarimizni so'rinimiz yoshlarımızga topshirsak, ular programmalarni tuzsa, u chog'da bizningki to'ylarimizmi, so'rinlarimizmi texnik tartibli, texnik ko'ngilli, texnik shodxo'ram yaxshi o'tib deb o'ylaymiz. Shunga bundan keyin to'y qiluvchilarning bizningki mush artistlarimiz bilan aloqa qilib, ashularni so'rinni qilib berishga taklif qilishini tavsiya qilamiz. Bundan keyin bir odat bo'lib qolsin. Ham bular nisbatan bir qo'llash bo'ladi, ham o'zimizning so'rinlari nihoyatda qiziydi. Bugungi shu artistlarimizniki ko'p jafo chekdi, mush ko'rgan mahoratlariga biz haqiqatan ta'sirlandik. Ko'z yoshlarimiz qildik, vatan sevgindik, o'sha o'tirib, ko'plik rahmat sizlarga. Tashkilotlarning avtobusini mush artistlarimizga bakajil bo'ladimi? 3000 kronlik so'g'ilimiz Mo'minjon boshliq. Ularga 30.000 kron ozlik qiladi bugun. 30.000 kron bergan bo'lsam ozlik qiladi, shundaymi emasmi? Lekin sal qo'limiz qisqib qoldi, 3000 kron hozircha. Ko'pchilik Uyg'urlik badalini ko'proq bersa, pulni jiqroq bersa, bularni biz jiqroq mukofot beralaymiz. Buni texmi yaxshi, texmi nodir nomerlar bilan bizning so'rlarimizni bundan keyin texmi qilib beramiz. Shu bizniki qarindoshlarimiz, qiz-yigitlarimiz va vatan ichida Uyg'urlarni ko'nglini keltirish uchun nurg'un badal to'ldi, vaqtini ajratdi. Haqiqatan bularga minglab tashakkur qilamiz. Hozirgi pullarimiz bek ozlik bo'ldi, ammo az bo'lsin qabul qilsanglar. Unda olsa Mo'minjon mishaq yaqinroq kelsangiz, lekin bu yerda sanamay. Sizlarga javobini xo'sh bo'lsa, bizning kunimiz haqiqatan birinchi xo'sh bo'ldi. Sizlar uchun, kelgusimizga avlodlarimiz uchun shu balla mushkichilikni mushtaq. Hammaga rahmat hamda mushtarni tayyorlab Kamera büyük. Aylanib ketsem dünya ataldım ber bir garip karvan tapsam muqinleyip pul ve mal dünya tapmedim özlerdek, tapmedim derman.
izlarni o özü alim o bir natı var kaldırgan evlatqa öçmez izlani o özü alim o bir natı var Uçaştı halkıga tatqı bilik kaldırıp ketdi bir natiq divan tapsam men aqlimni kızardı yüzüm ataldım berbir ey bir garip karvan tapsam men aqlimni kızardı yüzüm ataldım berbir ey bir garip karvan bir garip karvan